shifoxonadasiz. Hozirgina palataga olishdi. O'zingizga keldingizmi? Ha, Hech nima qilmaydi. O'tib ketadi. Ayol kishini joni 40 ta bo'ladi. Endi gap bunday. Ukam nima qilganda ham ering. Uni pichoqlaydigan darajaga o'zing olib kelgansan. Aslida ayb o'zingda. oppa. Men o'lishim mumkin edi. Peshonangga o'lim yozilgan bo'lsa, qoqilib tushib ham o'lib qoladi. Tirik qolganing bu sening imkoniyating. Eringni qamatib baraka topmaysan baribir. Ursa ham, tepsa ham boshingda ering bo'lgani yaxshi. Bolang bor, unga ham ota kerak. Arizangni-chi qaytarib ol. Eshitdingmi? Agar ukam qamaladigan bo'lsa, mana shu uyda yashamaysan. Ko'chada qolasan. Hatto bolangni ham ko'rmaysan. Sendan tortib olaman. Uy-joy yo'q onaga bola berilmaydi. Bilasanmi? Xullas ertaga ukam ozodlikda bo'lsin.